2015-yilda 17 avgust kuni Tayland poytaxti Bangkok shahar markazidagi Iravan butxonasida yuz bergan portlashga chetilib tutqun qilingan va 7 yildan beri Taylandda sotlanayotgan Uyg'urlardan Odam Qartaq ismi bilan tanilgan Bilal Muhammad va Yusuf Maralining soti uzun bir mezgil kechiktirilgandan keyin 22 noyabrdan 26 noyabrgacha qayta ochilgan. Ikkinchi qitimliq soti 6 dekabrdan 9 dekabrgacha ochilgan. Portlashga chetilib tutqun qilingandan buyon Tayland harbiy sotida sotlanib kelgan gumondorlarning delosi xalq sotiga o'tkazib berilgandan keyin tarjimon masalasi sababli bir mezgil kechiktirilib, tunji qitim qayta boshlangan ekan. 20 odamning o'lishi, 100 odamdan ortiq odamning yaralanishini keltirib chiqargan Iravan ibodatxonasidagi portlashga chetishlik deb ayblangan Odam Qartaq bilan Yusuf Marali terrorlik bilan ayblanib sotlanmoqda. Sotning Taylandda turishda Xitoy elchixonasi ta'minlagan tarjimonni qabul qilishi gumondorlarning noroziligini qo'zg'ab qolmay, kishilik huquq tashkilotlarida sotning adil elib berilishiga bo'lgan andishalarni kuchaytgan. Bu noroziliklar qarta Tayland soti bir tarafsiz Uyg'urdan sotga qatnashib, tarjimani nazorat qilishiga yo'l qo'ygan ekan. Sotda tarjimaga nazoratchilik qilish ishi Avstraliyadagi jamoat arbobi Baxtiyor Bo'riga berilgan bo'lib, u noyabr oyining oxirlari va dekabr oyining boshlarida o'tkazilgan 2 qitimli sotga qatnashgan. Baxtiyor Bo'ri sotning tafsilotini tunishtirib mundaq dedi. Birinci kısım, ikinci kısımlık sotta bomba gumandorga nisbeten harlıqçı kişiler, yani bomba patlagan o'ringa bir tekşirgen sakçılar, tekşirgüçüler, şuna bilan birga forensik analizçiler, yani barmak izi, DNA tekşirgüçüleri bulupmu Bilal Muhammed'ni qo'lga olgan şu yataktaki bombaga ait yoki kiyim-kechak va hokazolarni tekshirganlarninki parlash isbotlari berildi. Birinchi 4 kun jarayonida 12 odam, keyingi 4 kun jarayonida 9 odam asosiyatdan shu qonunga munosabatli odamlar taqsa tartgan rasmlar va ilingan ermishkilarni qaytadan ko'rib chiqqanligi ham shu ikki gumondorga oid yoki oid emasligini o'tirib qo'ydi. Ama bu ahvolchi advokatlar ular ko'rsatgan isbotlar qarshi o'zlarining dalil isbotlari, ya'ni qarlıqlarning bergan isbotlarinki bu ikkilarning gunohkor ekanligiga hech qanday titrab turadigan bu asosiy emasligini o'tirib qo'yib, buni asosiyatdan rad qildi. Amerika Kengash Palata a'zosi Marco Rubio bilan Avam Palata a'zosi August Pifloger 15 dekabr kuni Uyg'ur kishilik huquq embargolarini tekshirish qonun loyihasini o'tirib qo'ydi. Bu qonunning maqsadi bo'lsa Xitoyning Haykang, Shivi va Dahua qatorliq Uyg'ur irqiy qirg'inchiligiga chetishlik deb qaralgan shirkatlarning Uyg'ur kishilik huquq siyosati qonunidagi jazo berish o'lchamiga tushadigan yoki tushmaydiganligini tekshirish ekan. Parlament a'zolari mazkur loyihada Amerika Moliya Ministrligi va Tashqi ishlar Ministrligidan 30 kun ichida aloqador shirkatlarni tekshirishni talab qilgan. Bu shirkatlar Haykang Shivi, Dahua, Tiandi va Beijing Genologiya instituti qatorliqlarini o'z ichiga oladi ekan. Amerika Avom va Kengash palatalarida ma'qullanib, Prezident Joe Bidenning imzolashi bilan ijro qilinishga boshlagan Uyg'ur majburiy emgakning oldini olish qonunining qo'llovchilaridan biri bo'lgan Kengash palata a'zosi Marco Rubioning ishxonasi 15 dekabr kuni bu vaqtda bayonot e'lon qilib, kommunist Xitoy hokimiyati texnik orqali o'z hokimiyatiga dushman deb qaragan har qanday kishining izini qo'g'lab, ziyonkashlik qilganligini, buning kishini qattiq cho'chitadigan bir kishilik huquq tajovuzchilik ekanligini, Biden hukumatining endi orqaga surmasdan Xitoy kompartiyasi qo'llangan bu shirkatlardan hisob so'rash kerakligini bildirgan. Avam palata a'zosi Pifloger mundaq degan: Amerika Xitoy shirkatlarining Xitoy Kommunistik partiyasining o'qituvchilarini iz qo'g'lab nazorat qilishiga, gen sonliq ma'lumotlarni to'plashiga, etnik, Uyg'ur va boshqa musulmonlarni qiynishiga yordam berishiga yo'l qo'ymaslik kerakligini, o'zining Kengash palata a'zosi Rubio bilan hamkorlashib, Amerika shirkatlarining bu vahshiy kishilik huquq dafsanchiligiga sherik bo'lmaydiganligini aniq o'ttirib qo'ygan bir qonun loyihasini o'ttirib qo'yganligini ta'kidlagan. Amerika Kengash palatasi 14 dekabr kuni TikTok ipini Amerika hukumat organlariga tava yanfunlardan cheklash haqidagi qonunni ma'qulladi. TikTok ipining bosh shirkati Xitoyning shirkati bo'lib, bu shirkatning Xitoy hukumatining mazkur appning qo'llanuvchilariga oid xususiy uchurlar bilan ta'minlash ehtimolligi Amerikalik qonun chiqaruvchilarning kuchli diqqatini qo'zg'ab kelgan. Yuqoridagi bu qonun loyihasini Amerika Kengash palatasining Cumhuriyetçi a'zosi Josh Hawley tunishtirgan bo'lib, bu loyiha Kengash palatasida har ikki partiya a'zolarining qo'llashiga erishgan.
CNN televiziyasining xabar qilishicha, TikTok shirkatining bayonotchisi bu qonunning ma'qullanishi qaytargan inkosida mazkur qarorining Amerikaning davlat bexatarlik manfaatini ilgari surish uchun bir foydasi yo'qligini ilgari surgan. 14-dekabr kuni TikTok appini Amerikada yolg'iz hukumat organlariga tava uskunalardan emas, balki umumyuzlik holda cheklash haqidagi qonun loyihasi tunishtirilgan bo'lib, bu vaqtdagi qonun loyihasini Amerika Kengash palata a'zosi Marco Rubio tunishtirgan. O'tgan 2 hafta ichida Amerikada oz deganda 7 shtat o'z oldiga qonun chiqarib, hukumat xizmatchilarining TikTok appini ishlatishini cheklagan. Butun dunyo musulmonlarining qiblasi bo'lgan ulug' Ka'baning oltin ishkiga oltin bilan yozilgan xush xatlar orasida Vabaul Xattod Abdurrahim Amin, ya'ni bu xatlarni yozgan Xattat Abdurrahim Amindir degan bir jumla so'z hali ham ko'zimizga chiliqib turdi. Bu bir Uyg'ur xattatning ismi. Butun dunyo musulmonlarining qalbi talpinib turadigan, namoz ham duolarda uning yuzlangan ulug'vor qiblasi Ka'baning har kuni necha 10 minglarcha kishi qo'llari bilan esilib, yuzlariga surtib kelayotgan oltin ishkiga bir Uyg'urning ismi yozilganligi Uyg'urlar uchun haqiqatan faxrlanishga tegishli katta ishdir. Abdurrahim Amin hojim Ka'baning 280 kilo sap oltindan yasalgan ishkidagi xush xatlarni yozgan usta xattat. Arabcha materiallarda tonushtirilishicha, Xattat Abdurrahim Amin 1917-yili Makka Mukarrama shahrida tug'ilib, kichkidan boshlab xattatlikni o'rgangan. 1928-yili Makka Mukarrama shahrida qurilgan Ka'baning yo'pig'ini to'qish muassasasiga ishchi bo'lib kirgan. 1932-yili mazkur muassasaning texnikar bo'limiga mudir bo'lib tayinlangan. 1962-yili Makka Mukarrama shahrida qurilgan Ka'baning yo'pig'ini to'qish fabrikasining mas'ul vakili bo'lgan. 1979-yili Saudiya Arabiston podshohi Xolid ibn Abdul Azizning farmoni bilan Ka'baning hozirgi oltin ishkidagi husn xatlarini o'z qo'li bilan yozgan va shu yili dam ilishga chiqqan. Saudiya Arabistondagi Uyg'urlarning aytishicha, Abdurrahim hojim Uyg'ur jamoatchiligiga ancha ko'p aralashib ketmaydigan kishi bo'lganlikdan, ko'p Uyg'urlar uning haqida bir narsa bilmaydi ekan. Abdurrahim Amin hojim bola yuz ko'rmagan bo'lib, bir qiz va bir o'g'il 2 farzand beqib olgan ekan. Hozir Abdurrahim hojimning Makkadagi cho'ng uyga shu 2 farzandi ega bo'lmoqda ekan. Bu kishi Saudiya Arabistonda Xattat Abdurrahim Amin Buxoriy deb tanilgan ekan. Xattat Abdurrahim Amin hojim 1993-yili Saudiya Arabistonning Makka Mukarrama shahrida vafot bo'lgan ekan.